خريجان خداش بيديرك جنجنا هديتين بورمدا هديتين بورمدا هديتين بورمدا هديتين بورمدا
perişan Amanımın arasıyla bayan Eylaman senem kimle sever yarsa Katta rahmat, yaxshi qo'shiqlar uchun, yaxshi raqslar uchun. Aziz do'stlar, hammamiz yaxshi bilamiz. Hayotda har bir insonning katta orzulari, umidlari bo'ladi, katta murodlari bo'ladi. Har bir inson yaxshi niyat qiladi. O'g'il ko'rsam dedi, qiz ko'rsam, farzand ko'rsam, bu farzandimning kamolini, jamolini ko'rsam dedi. Farzandlarini yaxshi kunlardan atab kunlab, oylab, yillab har bir ota-ona moli dunyo yig'adi. Farzandlarini shuningdek bir yaxshi kunlarida, sunnat to'ylarida, farz to'ylarida yig'gan moli dunyosini do'stlari bilan, oshnolari bilan, eli bilan, yurti bilan baham ko'radi. Mana bu shu Aminboy akamiz, Podshojon opamiz, Buyukjon alamizda og'a inilari halol xizmatlari bilan shuningdek bir ajoyib niyatlarini, murodlarini yetib o'tirgan ekanlar. Yana bir bora ko'zlaringiz oydin deymiz. Shoir aytadi: "Dunyoda bo'lsang bemurod kelding nima? Qoldirmasang gar yaxshi ot kelding nima? Bedo'sti derlar eng ichra bemalol. Bemalol ersang dunyoga kelding nima?" deydi. İnsonni bedo'st qilmasin, bemurod. Aytib o'tiribdilar. Şu ağamdan ham yaxshi niyat, yaxshi tilaklarini eshitsam deb mana shu tabarruk otaxonlarimiz arasida Ozodbek akamiz o'tiribdilar. Yaxshi niyat tilaklarini shu ko'zlaringiz oydin deb Ozodbek aka marhamat sizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum to'yimiz mehmonlari. Mana Aminboyni tabriklab kelgan ekansizlar. Sizlarning yaxshi kunlaringizdan bize tik turib xizmat etish nasib etsin. Aminboyga mana shu kelgan muborak deymiz. Shu xizmati buyursin Podshojonga, Aminboyga. Endi shu mamlakatdan foydalanib men shu qarilarga bir sizlarga ruxsatingiz bilan bir tilagim bor. Yigitlarga bir qarang. Her birlari her işte. Qarang do'stlar, go'yo bular farishta. Bular bilan bizlar ham doim birga bo'lali. 100 yillik yubileyini sizlar bilan birga ko'radi. Yerga shunu bilan Aminboyning to'ylari muborak bo'lsin. Rahmet. Ozodbek rahmat, yaxshi niyatlaringiz uchun sog' bo'ling, omon bo'ling. Shu galinda xizmatlari iloyim
Siz ham buyursin deymiz. Budam uyingizda yaxshi kunlar to'ylab bo'laversin deymiz. Otaxonlarimizdan yaxshi niyatlarni eshitdik. Davramizda mana onalarimizni ko'rki quvonchi bo'lgan muhtaram onaxonlarimiz o'tiribdilar. Kelinglar. Shu onaxonlarimizdan ham yaxshi niyatlarni eshitdik. So'rdilar odamlar donishmanddan bir savol. Javob bering ey ustoz, agar bo'lsa bemalol. Aytib bering bizlarga ayol so'zin ma'nosin, jondan sevamiz nechun. Asl elning donosin. Shunda donishmand kulib javob bergan ekan. A degani alloma, mehr vafo muhabbat, yo degani yorondir ayol jonlarga rohat. La degani latofat, ayol so'zi bir jahon. Vaqtimizga ayollar doim bo'lsin omon. Shunda donishmand aytgan. Ayollar to'g'risida hech ham yomon so'z aytish mumkin emas. Ayolni hech bir siru sinoati yo'q degan. Mehr, vafo, muhabbat, hayo, ibo, latofat ayolni butun siru sinoatidir degan. Ayol onamiz degan. Ayol singlimiz degan. Ayol yorimiz degan. Ayollarni qanchalik maqtasak, dilimizdan, ko'nglimizdan bor shunchalik ko'p tarqaladi degan. Shoir aytgan. Onam de, yorim de, singlim de yolvor. Ezgu niyatlarni shivirlab gapir. Shunda yuragingdan tarqalib g'ubor. Mehr-u muhabbatla pok bo'lar qalbim degan ekan. Onaxonlarimizga mudom uzoq umr tilaymiz, sog'lik tilaymiz, omonlik tilaymiz. Hammalari bizani baxtimizga, farzandlarini baxtına mudom, elimizni baxtına sog' bo'laversinlar deymiz. Endi hurmatli do'stlar, shu butun onaxonlarimiz nomidan tabrik so'zini shunda o'tirgan ajoyib bir domlamiz bor ekanlar, To'xtajon opamiz. Shu butun onaxonlarimiz nomidan dil so'zlarini To'xtajon opa marhamat sizdan eshitdik. Assalomu alaykum bugungi to'yimiz qatnashchilari. Mana bugun Pasha jona, Miboy akama, Hanifa jona, Polat oyog'ilar to'ylar muborak deymiz. Chunki mana bugun qarindoshlar shunday do'stlik uzilmasin uchun mana uzoq bo'lsam shunday 2 yoshni boshini qo'shib katta elimiz oldida to'y beryotir. Bu 2 yosh baxtli, saodatli bo'lsin, to'yingiz muborak bo'lsin deyman. Rahmat To'xtajon opa, yaxshi niyatlaringiz uchun zam sog'lik, omonlik tilaymiz. Shu siz orqali butun onaxonlarimizga yana bir bora shu yaxshi niyatlarimizni tilaymiz. Xonadonlarida mudom yaxshi kunlar to'ylar bo'laversin deymiz. Aziz do'stlar, kelinglar shu yoshlarimizdan yaxshi niyatlarni eshitgan oldin davramizda bu xonadonni yaqin insonlari, hurmatli insonlardan biri mana qudalari Raybo akamiz o'tirgan ekanlar. Dil so'zini Raybo aka marhamat sizdan eshitamiz. Marhaba. Rahmat. Assalomu alaykum davramizning aziz mehmonlari. Elimizin eng aziz, a'lo, eng davlat yoshi katta va yoshi kichiklar. Mana bugun avvalambor bir uzun so'rimiz kecha qolib keldik. Bu elimizda hamisha to'y uchun gavjun, eng sho'x, eng yaxshi so'zlarga boy, eng quchoq o'tadi. Buni hammamiz shu o'tirganlarga guvoh. Abim baytam mana xudomizning havasi el yurtda eng doğru sözlü insan dese şunu açsa bo'lardi. Elimizde eng mehnatkash aile dese şunu açsa bo'lardi. Rabbilarning eng sevgan tog'i desem şunu açsa bo'lardi. Men o'zimni nechun qulasam shu men bugungi qarindoshimni hisobi, qarindoshimni hisobini shu o'tirib gaplashganimiz, mana bir gaplashib o'tirgandan gapirgan so'zimdan bilinadi. Rengine qarasangiz bundan qo'rqadigan odamning o'zi yo'q. Rengi so'lsa ko'ngli toza. Hamisha el yurtda, oilada, farzandda shu yer bilan kurashadigan odam shu. Menimcha mendan buni usullar o'rtaqaram shu ko'rsatgan bo'lishi kerak. Men o'zimni xulosam shu Amin Baygama. Agar Amin Baygam shu Xudoy taolo nazarda olgan inson bo'lgan bo'lsa, 100 yil yashaydi. Gapi so'zsiz. 100 yildan keyin qon bolalarni yaşatadi onu. 1000 yaşacha yaşatadi. Hech qanday o'lmaydi. Shuning uchun Amin Baygam sizni kelgan gelin bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Özüm namımdan bütün şu özümüzün tuttuğumuz tercihimiz namımdan tebrikler. Şu gelirleriniz katarı, size şu geliriniz şöyle pulluk adam bolup yiyen olsun, eyle yurtta kalarsa özünüze bir muhabbet bilen hizmet etadiğin gelin olsun. Ondan kalarsa gelecekte yatarak şöyle bir 5 hafta ettiğin vakitte bütün etti ulamalar bilen buraya gelip tebrikle oturuş hemmemize nasip etsin. Perzentlerine özünüzün şu evlilikte, perzentler, ailemden, şu ailemiz, köçemizden çocuğun insanlar olsun. Şu için şu 2 yaşa uzak ömür, yakşı vakit dilimi, şu yaratımızın en âli derecedeki ailelerinden hem yakşı aile bulup geçsinler. Elimize, yurtumuza peydası diye de o aile olsun. Hem işte şu günler, şu oturgaların hemmesini büyülerinde kola etsin, şulara tilektaşmış, şurada hizmet ediş hemmemize nasip etsin. Katta rahmat. Nurmaki yaxshi niyatlari uchun mana ajoyib yaxshi niyatlar bo'ldi. Shu niyatlaringiz yo'ldoshiniz bo'lsin, xonadoniniz to'yxona bo'lsin. Aminboy akamiz borib farzandlari bilan xizmatda tursinlar. Shu yaxshi niyatlari bari ijobat bo'lsin. Yuraklar mudom shodlikka to'lsin. Yurakni chulg'ovchi qayg'u g'ashlik xonadonlarimizdan bir umr uzoqda bo'lsin. Aziz do'stlar, kelinglar, yana shu yoshlarimizdan yaxshi niyatlarni eshitganibdi. Eshik oldin supurgali, qo'shnilari bukilgali, har bir ishallab bay ila yugurgali. Hozir javob kelin kelibdi. Bu gelinni kelganligi rost bo'lsin. Shu xonadon bir umra baxt nurini to'lganligi rost bo'lsin. Sanatbekni mana yaqin do'stlarimdan Islombekdan yaxshi niyatlarini eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mana bugun biz Sanatbek va Seydaxonlarning nikah oqshomida o'tirgan ekanmiz. Bu ikkalasiga kattadan katta zafarlar tilaymiz. Kelgusi ishlarda kattadan zafarlar tilaymiz. Hamisha baxtli bo'lsin. Neki orzu umidlari bo'lsa, ro'yobga chiqaversin. Rahmat. Rahmat, Islomlik yaxshi niyatlari uchun zam sog'lik, omonlik tilimiz. Mana Saydaxonning yana bir yaqin dugonasi Umidaxon o'tirib turadi, kelinglar. Umidaxondan ham yaxshi niyatlarini eshitamiz. Marhamat. Rahmat, Umidaxon yaxshi niyatlari uchun yoshlarimizdan yana iltimos qilamiz, ajoyib gallalarimiz bo'ladi. Shu gallalarimiz bo'lganda shu chiqib, bir so'zlaringizni o'yinlaringiz bilan isbotlaysiz. Savollarimiz haq hurmatini, shu muloqatimizdan yaxshi duolarni, yaxshi niyatlarni eshitdik. Marhamat. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel akıbeti lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqi Muhammedin ve ala alihi ashabihi ecmeyin. Ana şu 2 yaş bahtlı olsun, ibirli cibirli olsun. Perzentleri, köyleri isteyençe olsun. Oturgan cemaatinin üyünde hem şunday farz toylar bolaversin. Ve kurre benzilni münzilin mübareken ve ente hayrun munzilin. Allahu Ekber. Rahmat, ulamo yaxshi niyatlaringiz, yaxshi duolaringiz uchun siz ham sog'lik, omonlik tilimiz, yaxshi kunlarimizdan mudoim shu yaxshi niyatlaringizga, yaxshi duolaringizga elimizni musharraf qilib yuravering deymiz. Navbat san'at yordamimizga yuragida o'ti bosh yoshlarimizni, bu xonadon sohiblarini, do'stlarini, oshnolarini taklif
Yok. Abi çağır gibi bakıyorsun. Hey, mağazalı mağazalı. Kanal bir şey.